Coğrafya ilmi musulmonlar eng ko'p ahamiyat bergan va yana shu musulmonlar eng zo'r tuhfa qo'shgan bir ilmdir. Bu sohada Arab, Faris va Turk millatlaridan coğrafiyashunos olimlar nurg'unlagan asarlarni yozib qoldirgan. Musulmon coğrafiyashunoslar ilm jihatda Grek va Rim coğrafiyashunoslaridan nurg'un jihatlarda eshib tushgan. Biz bugun tunishib chiqmoqchi bo'lgan shaxs bo'lsa, Arablardan yetishib chiqqan Mahmud Qashqari bilan zamondosh bo'lgan Mahmud Qashqaridan qolsalar, dunyo xaritasini tunji bo'lib sizib chiqqan mashhur olim Idrisidir. Muhammad ibn Muhammad al-Idrisi miladiya 1100-yili Andalusning Sabt shahrida dunyoga keldi. Uning jamiyati Qurayshlarning Hashim jamiyatidan bo'lib, Ali ibn Abi Talibning o'g'li Hasanning nasabidan edi. U tunji o'qishini Qurtubada islom bilimlari bilan boshlaydi. Keyin yosh kichik bo'lsa-mu ilm ma'rifat o'rganish uchun davlatdan davlatga, shahardan shaharga safar qilishga boshlaydi. 16 yosh vaqtida Anadoluga kelgan bo'lib, bu safar uning jo'g'rofiyaga bo'lgan qiziqishini texmi bak oshirdi. U Janubiy Afrika va Ispaniyaga ko'plab sayohatlarni qildi. Idrisi 39 yoshga kirganda shu vaqtdagi eng mashhur coğrafiya olimlarining biri bo'lib yetishdi. Va shu davrdagi Siciliya podshohi 2-Rogerning diqqatini tortib, Idrisini o'zining sariyiga da'vat qildi. Shundaqli Roger Idrisini dunyo xaritasini chizishga rag'batlantirdi. Shunglashqa u nurg'unlagan davlatlarni o'zi bevosita cho'gilgan va ma'lumotlarni to'plagan. O'zi borolmagan davlatlarga bo'lsa, iqtidorli xaritachilarni avatgan. Ular berish imkoniyati bo'lgan butun davlatlarga berib ma'lumot to'plagan. Bu ma'lumotlarni to'plash uchun 15 yil vaqt ketgan. Idrisi bütün sizmalar to'liqlangandan keyin dunyo xaritasini chizishga boshlaydi. Ammo podshoh bu qimmatli xaritani normal bir qog'ozga chizishni ancha yaxshi ko'rmay, kumushdan yasalgan chambarga chizishni talab qiladi. Shundaqli podshoh uningga yetarlik materiallarni ta'minlaydi. Shundaq qilib Idrisi ig'irligi 126 kilogramm keladigan bir kumush chambarni ishlatib, dunyo xaritasini uningga o'yishga boshlaydi. Podshoh vafot bo'lishdan burun xaritani tamomlab uningga ko'rsatdi. Bu xarita janubdagi ekvatordan shimoliy qutbgacha, g'arbdagi Kanari orolidan Xitoyning sharqigacha bo'lgan 180 graduslik yer yuzini o'z ichiga olgan bo'lib, shu mezgildagi Osiyo, Yevropa va Afrika qit'alarini to'g'ri ko'rsatib beradi. Ammo uning kumushga o'yilgan chambar shaklli xaritasi podshoh Rogerning o'limidan 6 yil keyin milodiya 1160-yili qo'zg'olonda isyonchilar tomonidan parchalanib, bo'linib ketadi. Podshoh Roger Idrisini davlat chegaralari, yo'llar, har qaysi o'lkalarning havosi, u yerdagi dengiz va qo'ltiqlarni, shundaqla boshqa davlatlarning ahvolini bilish uchun o'z xalqining madaniyatidan boshqa shaharlar va yer zamin, tog' va tuzlanlik, dengiz va jilg'alarning to'liq tasvirini o'z ichiga olgan bir kitob yozishga buyurdi. U kitobida yana har bir davlatda o'sadigan donliq ziroat, meva-chevalar, o'simliklarning turi va alohidaligi, bu davlatlardagi san'at va kasblar, ishchilarning soni, har bir davlatning import, eksporti, urf-odatlari, an'ana, kiyim-kechaklari, diniy va tilini tafsiliy tushuntiradigan bir kitob yozdi. Va bu kitobga ilgirki kumush chambarga chizilgan dunyo xaritasidanmi tafsiliy va inchki bir dunyo xaritasi va bir qanchalagan iqlimlarning xaritalarini ayrim chizib qoldirdi. Idrisining dunyo xaritasi milodiya 1951-yili Iroq ilmlar instituti tomonidan cho'ngaytirilib qayta chizildi. Idrisi bu mashhur asarida dunyo haqida yana mundaq ma'lumotlarni berdi. Ekvatorning uzunligi 360 gradus, qutb bilan ekvator o'rtasida 90 gradus bor. Shundaqla yer sharining o'ltiraqlashgan qismi ekvatorning 64 gradusgacha bo'lgan qismidir. Qolgan rayonlar bek issiq yoki bek sovuq sababidan jonliqlar yo'qdir. Dunyo sharsimon yumaloq emas, balki tuxum shakllikdir. Suv bo'lsa buningga bog'langan bo'lib, uningdan ayrila olmaydi. Yer bilan suv xuddi tuxumning siriqiga o'xshash doiraning o'ttirisiga joylashgan. Buning haqiqatini faqat Alloh taolo biladi. Boshqa maxluqlar yerning ustida bo'lib, magnit to'mirni o'ziga tortgandek, yermo ustidagi narsalarni o'ziga tortib turadi, deydi. Idrisi bu qimmatli asarga Nuzhatul Mushtaq fi ixtiroqil afaq deb ism qo'ydi. Bu kitobning yana bir ismi bo'lsa, Kitobi Roger, ya'ni Rogerning kitobi deb atalgan. Bundaq atilishining sababi bo'lsa, Roger bu kitobni yozishni Idrisidan talab qilganligi edi. Idrisining bu qimmatli asari va ba'zi xaritalari kunimizga qadar yetib kelgan bo'lib, kitobning qo'l yozmasidan ikkisi Parisda, ikkisi Istanbulda, yana ikkisi bo'lsa Oxford va Qohirada mavjuddir. Dunyoning eng iqtidorli jo'g'rafiyashunoslaridan biri bo'lgan Idrisi milodiya 1166-yili hayotining ko'p qismini yashagan Siciliyaning Palermo shahrida vafot bo'ldi. Idrisining
12 asrda islom dunyosida borliqqa keltirgan tadqiqot mevalari Yevropadagi xaritachilik tadqiqotiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lib, uzun yillar Sharq va G'arbdagi jo'g'rafiya sohasining tasvirlash va matematikalik hisoblash tadqiqotining manbasi bo'lib keldi. Jo'g'rafiya ilmiy tadqiqotlari va dunyo xaritasini bizlarga miros qoldirgan buvimiz Mahmud Qashqari va buyuk musulmon olimimiz Idrisiyga Allohning rahmatini va oliy bo'lgan jannatini ato qilishini so'raymiz.